O'sha mashhur T9 ni ukasi yetib keldi, ya'ni T8. Azizlar, aka-uka bir T9 bilan T8 ni bosib oladigan joyi bo'ldi. Ukasi endi akasiga T9 olib bersa, endi akasi ukasiga T8 olib bersa nima qilibdi? Obzorimizda bugun T8 bo'ladi. T9 ni obzorini o'zlaring ko'rib chiqmaslar. T8 ni bu safar yangi kelgani uchun bitta obzor qilib o'taman. Qani bo'lmasa ketdi. Kuch, ishonch, uslub bir joyda bo'lsa nima bo'ladi bilasizmi? O'sha mashhur Jack T8 bo'ladi. Bu avtomobilimiz o'zini pikaplar oilasidagi alohida o'ringa ega. Bu avtomobilimizni T9 bilan ko'pchilik solishtirishadi, T9 bilan adashtirishadi. Yo'q azizlar, bir qancha farqlari mavjud. Biz T9 ni obzorini ko'rganmiz-ku, T8 ni obzorini ko'rib nima qilamiz deganlar uchun bugun sizlarga farqlarni aytib ketaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Boshdan bu ikkalasining farqini aytib o'tib ketaman. Ya'ni Jack T9 avtomobilimiz 1 tonna va 1 tonnadan oshiq bo'lgan yuklarni bemalol ko'tara oladi. Jack T8 esa 1 tonnagacha bo'lgan yuklarni bemalol ko'tara oladi. Ya'ni bularni yuk ko'taradigan joyida, yuk ko'taradigan qismida farqlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari T8 ni men hozir sizlarga ana bu joyini ko'rsatmoqchiman. Agarda hayvon tirnasa yoki turli xil buyumlar tirnalsa, bu joyga umuman avtomobilimizning yukxona qismiga zarar yetmaydi. Ya'ni hayvon ortishingiz ham mumkin, meva-sabzavot ortishingiz ham mumkin. Xo'jalik buyumlar har qanday turdagi vositani orsangiz ham tirnalsa yo biror narsa bo'lsa, umuman materialga zarar yetmaydi. Endigi navbat salon mashinaning oldi qismida, ya'ni oldi qismini bitta obzor qilaman, potom salonga o'tamiz. Narxi oxirida. Video oxirigacha ko'ring. Buni yana bir farqi old tomondagi dizaynda, ya'ni Jack T9 bilan ozgincha farqlar mavjud. Ya'ni faralarning holatida bundan boshqa, panjaralarda. Panjaralar xromli alohida materialdan tayyorlangan bo'ladi. Xo'p, mashinamizning hajmi Jack T8 ozgina kichikroq, lekin Jack T9 katta hajmda bo'ladi. Menimcha aka-uka rostdan oladigan joyi bo'ladi. Ya'ni akangizga bitta olib bersangiz, ili ukangiz sizga olib bersa, ili siz ukangizga olib bersangiz, shunaqa qilib aka-uka mazza qilib minib yuradigan mashinalardan deb o'ylayman. Buni old tomondagi afzalliklarni aytdim. Menimcha deyarli T9 dan farq qilmaydi. Obzorni ko'rgansiz T9 ni. Men ichki qismini bittadan obzor beraman, ketdik. Avvalo ruldan boshlasak, rulimiz ko'p tarmoqli rul bo'ladi. Ya'ni rulimiz orqali ko'p amallarni bajarishimiz mumkin. So'ngra 9 dyumli multiplayer tizimi, ya'ni sensor tizimi bilan jihozlangan. Bu yog'ini endi tezlashtirib aytib beraman. Mashinamiz keng o'rindiqli salon, yumshoq o'rindiqlar, bar hamda klimat kontrol bilan jihozlangan. Aytgancha, motori esdan chiqmasin, motori ikkilik motor bo'ladi. Endi T9 bilan hajmda farq qilgandan keyin alohida bu mashinamiz narxi ham ozroq, pastroq bo'ladi. Ya'ni mashinamizning asl narxi artiga 330 million 330 ming so'm. Bu narxga menimcha bitta bosib oladigan joyi. Menimcha T9 ham, T8 ham sizning uchun, ya'ni toqqa chiqasizmi, ili shahar yo'llarida yurasizmi, har qanday yo'llarda harakatlanishingiz uchun to'g'ri tanlov. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Sizlarga albatta menejerlarimiz javob qaytarishadi. Aytgancha azizlar, biz servis xizmati haqida juda ko'p gapirib o'tdik. Bu videoda ham gapirishga qaror qildik. Bizda avtoservis xizmati bor. Avtozapchasi bor. Hamma kerakli jihozlar o'zimizda mavjud. O'zimiz kerak bo'lsa, mashinani olib borib, gaz balon boshqa narsalargacha almashtirib, chiroyli qilib sizni servis xizmati bilan ham ta'minlab qo'yamiz. Ya'ni nima qilish kerak? Kelish kerak, mashinani ko'rish kerak, bitta obzor bilan tanishish kerak. Menejerlar qism-qismigacha kerak bo'lsa sizga tushuntirib beradi. O'shani bitta o'rganib, ko'rib chiqib, alohida o'rganib turib, mashinamizni kerak bo'lsa bir donani test drive qilib, ipodan xarid qilish kerak deb o'ylayman. Azizlar, tashrif buyuring. Biz sizga yana ham mukammal qilib mashinamiz haqida ma'lumot beramiz va tushuntiramiz. Pastda raqamlar bor, bemalol murojaat qiling. Sizlar bilan keyingi videoda ham ko'rishib qolamiz.